Şu yupurmaklarını talağa çıkıp bir tilini bir koydan satsanlar. Bu hem de eglik tiklaydigan bir türküm yaş balalarga bir yenilik bir narsa bolsun deb izlanib qilmoqda. Do'stlar, sizlar üzüm darixini ko'rib baqqanmi? Yoki üzüm darixi bilan birga rasmga tushib baqqanmi? Rasmlarni yo'llab berganlar. Bu chujamning yupurmoqini bozordan ko'chdan chiqib akiliblar. Men degan usul bo'yicha pishirib, ko'chaga chiqib bir tilini bir koydan satqini bo'ldi ekan. Bu yupurmoqni bir koydan zodi qanday sotilgandi deydigan do'stlar, filmga yurak yurib diqqat qilib ko'ringlar. Dostlar, mavu üzümning yopurmuqi. Biz Qashqar Atish tarafda üzüm deymiz, Turpan tarafda jujam deydi. Jujamning yopurmuqi. Ma'noni bilgan sizlarga, mush hozir janubda, ya'ni Nanfang tarafda modulatgan bir xil tamoq bor ekan. Shuni qanday aytganligini ko'rsatib qo'yman. Tamoq aqsam tamoqmi demanglar. Lingish ekan. Ushaq yemak. Bizningki Uzmuras markasida un. Mavu qo'noqning tempins, kraxmal, kebabning ustiga soladigan tetitqo. Bu laza oxirida sepadigan ling xunjizi. Ana mavu tuz. Normalda hamda pishiradigan yopurmoqning jiqozligiga asosan tuxumni shuning qarta bekitamiz. Misol, mana mavu sizning uyda kelib qo'q deb tug'digan tuxumninki mana o'zi shu. Buni bunday chaqamiz. Bir tuxum. Ikki tuxum. Tuxum. Men 4 tane tuxum chiqib oldim. Undan azroq solaylik. Uni sap bo'ldik. Endi cho'g'atsanglar kraxmal solamiz. Yana tenfindan azroq solamiz. Tenfindan azroq selishimiz sabab nima bo'lsanglar, texmi pishgan chog'da tamoq emas, yana mushu üzümning yopurmoqi, jujamning yopurmoqi nayt kurus bo'ladi. Agar ta'mini texmi yaxshi qilamiz desanglar, azroq tuz selib o'tamiz. Tuzni azroq selib o'tgandan sirat, anda qanday qilmasanglar 60 dan azroq selib o'tsak bo'ldi. Mana bu 60. 60 dan azroq selib o'tsak ta'mi texmi yaxshi chiqadi. Endi buni qanday qilamiz desanglar, u yerda yaxshi hammaning uyda ko'yiz bor. Mana aning o'sha erishtiramiz. Agar chandayliqda elektronik qirrda qilib lam pishiradiganlab qolsa, aralashtiradigan narsani olib qolsa, shuni qilsanglar bo'ldi. Xam materiallar tayyor bo'ldi. Endi-chi mayni qizdimiz. Mayga mana o'zimizning markasidagi maxsus baynay ishlab chiqarilgan nima desanglar, zarangizning mayi. Tabiiy bo'lgan zarangiz mayi. Mayni chiqarib qo'yamiz, chunki mayga chilashtirib turib pishmasa, ko'nglimizga pishmay qoladi. Mayni bak qiziq qilib etmaymiz. Agar bak qiziq qilib yutib qolsa, qanday bo'ladi desanglar, jujamning yopurmoqini saqlagan vaqtida biroqlam kuyib ketib qoladi. Kuyib ketishdan oldin uchun boshqa qizitib olib, qizitib olgandan keyin normal temperaturaga akilib buni. Shuning bilan undan keyin pishirishni boshlaymiz. Yopurmoqni mana. Mana biz hozir tayyor qilgan tuxumning shirishiga bir qator nimanda silib olamiz. Ko'rdinglarmi do'stlar, mana shunday pishidi. Mayni bak qizitib etmiz, bak qizitib qolsak, kuyib ketib qoldi. Faqat 10 sekund atrofidan pishirsak bo'ldi. Pishgandan keyin taksiga mana bunday ilib olsak bo'ldi. 10 sekunddan pishidi. 10 sekundda mana taksidan birini paydo qilasizlar. Mana meni nimadan ilib olasizlar. Taksi yeb ketamiz, biz dartibdi, ta'min etamiz. Agar chanda malanglarda ishqilani oldida o'zimning yupurmoq bo'lib qolsa, shu yupurmoqlarni talaga chiqib bir tilini bir koydan satsanglar, 10 koyga yifir qilib chiroyli taksiga yoki bir narsaga apirib gapinglar sanlar setishib ko'zanglar yetamdi. Bu hamda eglik tiklaydigan bir turkum yosh balalarga bir yangilik bir narsa bo'lsin deb izlanib qilmoqda. Hamda kallangdan o'tib qolsa, menimcha bir sinab baqsanglar bo'ladi. Agar to'xtab turinglar, men mana ish qilgan ishinglarni ko'rdim bo'ladi-ki, oson-ki. Chiqib baqsanglar, men bir yapaqay desanglar, men o'zim shaxsan shu berib bizning o'zimizning Muras bozorining oldida yoki sizlar mavu kechki bozor akilib setib qo'ygansan, men shu yerga berib setib baqsam bo'ladi juma vallah. Chunki mushu bizning qilayotgan bu ishlarimiz orqali bir necha yosh bolalar bir yangilik yaratib, bir egilik qilib qolsa, menimcha bo'ladi. Do'stlar, hamsa üzüm yupurmoq pishdi. Masalan, men üzüm yupurmoqqa dori darmon selishni o'rgatib qo'yay. Dori darmonga nima solsa aytsanglar, zir sasanglar bo'ldi, laz sasanglar bo'ldi yoki bunda aralashtirgan üzanglarni tayyor qilib olgan tit qildiron bo'lsa sasanglar bo'ldi. Masalan, men manimga laz solay. Men laz soldim, ha. Andan keyin agar zirni yaxshi ko'rgan do'stlar qolsa, azroq zir sepib qo'yman. Mana tit paqirganlar bormi? Mana bu mahallimizning oldidagi üzümning yopurmoqida pishgan üzüm yopurmoqi. Tit paqirganlar olsa inkasrayn qilsanglar bo'ldi. Üzüm yopurmoq xo'sh keladi deb sindim birini qo'yib buningga maxsus setib baqsaq bo'ldi. O'nini 10 ko'ga sotadi ekan, ish ko'rayotadi. Biz nechta pul sotamiz inkasrayn qilib qo'yganlar. 它总是什么东西？你吃一下，你知道，你尝一个。像树叶子。尝一下。Yapıqanlar ballar, mal nimiki ismini nimdep qo'ymaymiz, qanday narsaga, ta'mi qanday ekan, tanisha bo'ydi. Sizlarningcha, buni qarindosh o'lkalarda 10 talni 10 ko'g setibdi. Agar biz mush yurtlarimizda mushundaq bir yemaklikni ishlab chiqarsak, yoki o'zinglar ishlab chiqarsanglar, 10 tilni nech pulga satsanglar bular. Inkasran qilib qo'yganlar. 非常不错。怎么样，朋友们？
Bundan sonra ekran aldık vallahi ağzınlarını içinler. Aa danglar. Sizlerge ketdemiz tetbik qilinglar. Taymi qandarak qopti, bo'lgandekmi? Yoqim kam ne yapayım? Yapayım. Bizga aytgan qamoqimizga ismni men menda qo'ydim. Jujam poshkili, ya'ni uzum poshkili deb, uzum yopirmoqdan poshkili. Endi buni tuanda bozorlarda siyosiy etish uchun qanday usullarni qo'llanib inkasran yozib qo'yganlar. Endi bu bir yangilik. Buni balkim Şinjan'da qilayotganlar bo'lishi mumkin, tutmoqlar bo'lishi mumkin. Chunki bizning atrofimizda, uylarimizning oldilarida, yo'llarda, ko'chalarda uzum darxi bir qadar jiq. Uzum darxining yopirmoqida ma'qul usulda tamoq qilib setayotgan ahvollar bor. Buni nayt yaxshi qilib o'tdim. Men yaqindan uzum darxining yopirmoq to'g'risida izni topdim. Kelarki sonda uzum yopirmoqda yana qanday tamoq etimiz inkasran yozib qo'yganlar. Shuning asosan men sizlarga naq maydon yana shuni etib, sizlarga ko'rsataman. Ba'zan chiqib ketib, iqtisodiy kirim yaratib qolsanglar, men baxo'sh o'ptiman. Chunki siz ishingizdan oldiki uzumning yopirmoqdan foydalanib topa oldingiz degan gap. Shunga sizlarni inkasran